Assalomu alaykum barchaga yana bir bor. Bu videomizda aytib o'tgan Nexia 1.6 tonusimiz generatorini ochdik hozir. Precheniya mana krishkasini ham chiqarib oldik hozir. Precheniya shu generator relay. Ko'rib turgan bo'lsangizlar. Mana. Buni hech narsasi ketib qoladi, buni cho'tka, relay hammasi bir bo'ladi. Remont qilsa da bo'ladi, lekin ne stoyt remont qilish, zbori bosib bergan yaxshi. Seli. Endi buni hozir ochamiz, shu yerda shurplarni yechamiz. 3 dana shurpi bo'ladi o'zi. Yechib olgandan keyin 3 dana shurpini yechib olib oson maniga almashtirish, faqat yechib olish, joyina qo'yish qiyinroq. Nexia Donus 1.6. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, cho'tkalari yilanib ketgan. Endi ichini tekshirib, o'zini addendan so'ng tekshirib qo'yamiz. Hozir biz yangisini qo'yamiz. Qo'yisham, bu narsasini chiqarib olasizlar. Mana kara krishkani. Buni chiqarib olamiz. Cho'tkani shunday itargan oson. Yaxir joylarimiz ham qo'yilibdi mana. Endi joyini shunday qilamizdan o'rnatamiz buni joyini. Yana shurpi bo'ladi, shurpini qatiramiz. Bo'ldi. Все, вопрос решена. Haligi kasali bunda, bu generatorimizdagi shu kasal. Mashina kalta o'chirgandan keyin mashina o'chmay turibdi. Zamokdan emas, zamok elementdan bo'lmadi, boshqa joylaridan bo'lmadi, shu faqat generator remenni uzgandan keyin mashina o'chishni boshladi. Remenni ajratib qo'yib, o'zini yoqib o'chirib ko'rdik. Sразу kasali ma'lum bo'ldi. Mana orqa krishkasi ham prosta tak. Shunday joyina tushirib qo'yaverasizlar. Buni qiyin joyi yo'q, chiqargan. Mana. Shu вопрос решена. Ham cho'tkamiz qo'yildi. Endi faqat joyina qo'yamiz, ishlatib ko'ramiz. Ishladi. Ishlatib ko'rdik ham. Endi buni video bo'lsin deb ochib, qaytadan sizlarga ko'rsatib berdik. Gaping qisqasi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli video, foydali videolar chiqarib boramiz.